Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga yomon xabar. Baltic Transline'da ishlagan pulimi berishmayapti. 1,5 ming yevrocha pulimi berishmayapti. Baltic'da ishlaganlar biladi. Raymondos degan odamni taniysizlarmi? Tanisanglar kommentariyaga yozib ketinglar fikringlarni u haqida. Xullas do'stlar, 26-yilda ko'p sinovlar kelyapti. Alhamdulillah. Men sizlarga hammasini bitta aytib beraman. 17 Pro Max 400 yevroga qanday aldanganim, undan keyin 1100 yevrolik shtraf olganim, undan keyin mana 1,5 ming yevro pulimi bermayotganligi haqida qisqa qilib tushuntirib ketaman. Do'stlar, Baltic Transline'ga kelmanglar. Hammasi aldab, ish qilib olgan uchobaga pulini yana olmoqchi. Qilgan shtraflarni meni bo'ynimga ilmoqchi. Raymondos degan odam taniysizlar, taniganlar o'zinglar bilasizlar nima qilishdi. Shunaqa gaplar do'stlar. 26-yil men uchun o'tayam sinovli kelyapti. Inshaalloh bu sinovlarni orqasidan shunaqa xursandchiliklar keladi. Shuni o'ylab xursandman. Olg'a do'stlar. Hammasi Allohdan rizq, Allohdan ish topiladi, pul ham topiladi. Taqdirimizda bor yoziladi. Bundan qochib qutulolmaymiz. Faqat olg'a yuramiz, to'xtab qolmaymiz. Sog' bo'linglar.